Avvalambor assalomu alaykum. Mani ismim Nurali Husanovich. Men futbolist bo'lganman, sportsmen. Hozirgi paytda karyeramni tugatgandan keyin trener bo'lib ishladim. Hozirgi paytda Surxon Superliga jamoasida texnicheskiy direktor bo'lib ishlayman. Men bilasizlar, sportsmenlik aktivniy obraz жизни juda yugurib, ishimiz ko'p bo'lardi, pastdan yugurib. Bu yerga ishdan chiqib qolgandan keyin ancha qiynalib qoldim. Chunki kunora dializga qatnashish kerak. Chunki doktorlar HPN diagnoz qo'yishdi, bu xronический почечный недостаточность. O'zimni juda yomon his qildim. Borib dializ baribir 100% ga qoningizni tozalamagani uchun qolgan qoldiqlari baribir organizmga yomon ta'sir qiladi. Bir kun kelib oyog'imga ham yomon ta'sir qildi, kechalari uxlolmay. Shuning uchun eslasam juda qiyin. Shu kasal bo'lganimdan keyin ancha o'ylab yurdim, transplantatsiya qilishga o'ylanib, shunga xulosaga keldikki, uydagilar bilan maslahatlashib transplantatsiya qilishga. Chunki meni o'rtog'im ham sinfdoshim ham bor, u ham shuni qilgan edi. Undan ham biluvdim. Ya'ni har bir odam o'zini oldingi holatiga kelish xohlaydi. Chunki men ham shu uchun transplantatsiya qilishga qaror qildim. Uydagilarni, hamma yaqinlarimni qon gruppasi to'g'ri kelmagani uchun menga ayolim donorlik qildi. Transplantatsiyani bilardim, O'zbekiston bo'yicha 3-4 ta joyda qilinadi, lekin biz ko'p o'ylanib, surishtirib, u yoqdan so'rab qarorga keldikki, chunki hozirgi paytda yangi sentr nefrologiya ochilgan O'zbekistonda. Hamma usloviyalari, narxlari a'lo darajada. Doktorlar ham juda kuchli, yaxshi. O'shaning uchun biz shu qaror qildikki, именно shu buyruq bo'yicha spetsializirованный sentrda qilgani qaror qildik. Yana nima aytib o'taman, biz ko'p o'ylaganimizda Turkiya, Rossiya, Belaruslarda ham qilmoqchi bo'ldik, bir u yoqlarni surishtirdik. Lekin o'zini minuslari ko'pligi uchun chet elda qilganni baribir shunga qaror keldikki, o'zimizda qilgan yaxshi ekan. Chunki yana nima deb o'taman, chet elda qilganingizdan keyin baribir 1-2 oy yoki 6 oygacha o'tdi ham ko'rikdan o'tish kerak. Chunki shu sizga operatsiya qilgan doktorni o'zi qarashi kerak. Bu o'zingiz bilasiz, finansiy tomondan juda qiyinchilik tug'diradi, o'zini qiyinchiliklari bor. Shuning uchun o'zimizda qilgan yaxshi deyman. Yaqin o'zimizni doktorlar ham chet eldagilardan qolish. Transplantatsiya qilishdan oldin baribir любой odam o'ylanib qoladi, qo'rquv bo'ladi, narkozdan chiqamanmi, operatsiya yaxshi o'tar ekanmi, nima bo'lar ekan. Baribir bilasiz, bu insonni boshiga har xil xayollar keladi. Lekin bularni hammasini chetga surib qaror qildik. Xudoga shukr, operatsiyalar hammasi zo'r o'tdi, a'lo darajada. Doktorlarimiz hammasi juda kuchli. Chet el doktorlaridan hech qolishmaydi. Kuchli bo'lsa kuchli ekan, lekin ulardan kam joyi yo'q. Bugungi holatga kelsak, oldingi holat bilan, dializ paytidagi holat bilan hozir operatsiyadan keyingi holatni olsak, farqi juda katta. Chunki yana bir bor aytib o'taman, hozirgi paytda yana o'zimni sog' odamdek his qilaman. Kim shu kasallikka duch kelgan bo'lsa, qo'rqmasdan shu o'zimiz sentrga kelib, qo'rqmasdan transplantatsiya qilaylik. Qo'rquv joyi yo'q. Hammasi a'lo darajada bo'ladi. Chunki doktorlar a'lo darajada, mahorati kuchli, qarashlari, hamma sharoitlar a'lo darajada. Chet eldan qolishmaydi.